Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum butun mo'min musulmonlar. Bugun barchalaringga Qurboni Hayit, Arafa oqshomi hammalaringga muborak bo'lsin. Bugun tutgan ro'zalaring Alloh dargohida qabul bo'lsin. Arafa, Qurbon Hayit oddiy bayram emas, butun mo'min musulmonlarning eng chiroyli bayramlaridan biri. Bizda Arafa oqshomi qurb bo'lmasligiga qaror qabul qildik. Akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim barchalaringga Xudo xolasa mana tepada turgan akamiz bilan onaxonimizning videolarini ko'rganliklaringga men ishonaman. Ko'rmaganlar bo'layotgan bo'lsa, ko'ringlar mana shu insonning videolariga qiziqib, juda ham qiynalib ketgan, vodiyda adashmasam Farg'onali, mana shu tepada turgan onaxon bilan akaxon vaziyatlari o'ta ham og'ir. Arafa bizda quruq bo'lmaydi. Arafa oqshomida har bitta mo'min musulmon qo'ldan kelgancha zakotlar, ihsonlar, qo'lidan kelgancha qiynalgan beva bechoralarga yordam berilayotgan bayramlardan biri. Nasib bo'lsa, men auditoriya bilan birgalikda, qalbida iymoni to'la, qalbida nuri to'la akalarim, opalarim bilan birgalikda mana shu oilaga o'zim uchun bitta non, o'zim uchun bir qutum suv sizlardan so'ramaganman. Mana shu tepada turgan oila uchun sizlardan bugun 15 minutgina vaqt ajratishlarini, qo'ldan kelgancha yordam berishlaringni iltimos qilib qolaman hurmatli xalqim. Sizlarni yaxshi ko'raman. 22:00 O'zbekiston vaqti bilan ehson batilimizga 15 minut ko'p bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Ota dunyo kerak emas. Muhimi e'tibor, videolarga like bosib, qalbida iymoni to'la beli yo'g'on men akalarimni mana shu videoga belgilab qo'yinglar. Birgalikda mana shu oilaga yordam qo'lini cho'zamiz. Arafangiz muborak bo'lsin, ahli musulmonlar. Assalomu alaykum.